Ming yil o'rtoqlar, sizlardan 10 minut vaqt so'rayman. Qolgan do'stlarimizdan, ishtirokchilarimizdan kirib olishsa, birato'la ko'pchilik bo'lib dars boshlaymiz. Mana soatimiz 9:03 bo'ldi. 9:10da darsimizga start beramiz inshaalloh. Qalaysizlar? Natijalar qalay ketyapti? Kayfiyatinglar yaxshimi o'zinglarni? Ozgina sizlar bilan biroz suhbatlashsak yaxshi bo'lardi. Kimda qanaqa rezultatlar? O'tgan darsimizda Bahodir Egamov degan bir akamiz chiqib gapirdilar. Rezultatlari haqida bo'lishdilar biza bilan. Biz judayam xursand bo'ldik. Shu kungacha 4-5 ming dollar pul ishlab qo'yibdilar. Shu o'tilingan darslarni natijasida va darsimizni oxirida bir Jamshidbek degan do'stimiz ham Rossiyada ishlaydigan. Ular ham o'zlarini fikrlarini, izohlarini bildirdilar. Shu darsimiz sabab ancha hayotlarida katta o'zgarishlar и moliya jihatdan katta o'zgarishlar ro'y bergan. Bularni eshitib judayam ilhomlandik, xursand bo'ldik va bu darsliklarga nisbatan o'zimizda ishtiyoq yanada oshdi. Qalaysizlar? Qani, yana bormi shunaqa o'zini rezultati bilan bo'lishadigan do'stlarimiz oramizda? Uni hammani mikrofonini yoqib qo'yaman. Bemalol gapirsanglar bo'ladi. Va alaykum assalom. Ismoil, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Akammisiz, ukamisiz bilmadim. No, Ismoil deb chaqirganimga aytib yurmaysiz. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Shu o'zbeklarni общительный anaqada men o'zim ham o'zbekmanu, lekin ana communication degan narsa yo'q, fikr almashinuvi. Shu eng katta minusi o'zbeklarni. Apomela tag'in. Hamma jam gapirishga uyaladimi? Yoki gapirish pullikmi bilmadim. Efir qilaman, faqat o'zim bilan o'zim gaplashib o'tiraman. Har doim. Unaqa bo'lmaydi o'rtoqlar. Gapirish kerak, gaplashish kerak. Men o'zim ham ruscha kelgan, inglizcha uroklar ko'rib turamanda, bir-ikki darslar sotib olganman. O'shalarni o'zim ham o'qib turaman. Va shaxsiy rivojlanish deydi-yu. Endi bilim olishga hech qachon oxiri yo'q. Shuning uchun agarda shu uroklarga kirsam, to есть shu uroklarga kirsam, hamma 10ta, 11ta yoki 20ta odam bo'lamiz. Uzog'i maksimumda shu 20ta inson bo'lamiz. No, hamma nima desa bo'ladi? Judayam gaplashib, bir fikr almashinuvi zo'r bo'ladi u gruppalarda. Men ham masalan o'zimni fikrimni bildiraman, nimagadir tushunmasam, shu savollarimni beraman. Etagiga qolgan insonlar bilan ham xuddi shu narsa ro'y beradi. Ular ham misol deylik tushunmayotgan, javobini qidirayotgan savollarini gruppada ko'pchilikni orasiga shu savol tashaladi. Masalan 20ta odamda bu mirovоззрение degan narsa bor-ku, dunyo qarashi har xil bo'ladi har bir insonda. Masalan, men 6ni 9 ko'rsam, siz 9ni 6 ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunaqa. Nasamizda ikkalamizni ham javobimiz bir xil. To есть men bu tarafdan qarasam hayotga, siz bu tarafdan qarashingiz mumkin. Shu sababdan mana communication juda zo'r, networking deyiladi. Bu вообще-то networking judayam zo'r narsa. Judayam bu milliarderlarni eng yaxshi ko'rgan, eng sevgan narsasi networking. Fikr almashinuv, tushunasizlar? И shu fikr almashinuvda million dollarlik, milliard dollarlik даже если savollarga javoblar topiladi. Shu oddiy, misol deylik, fikr almashinuv tekin-ku, bepul. Kimdir kimgadir savol beryapti, u qidirib yurgan savolning javobi oddiy bir javob bo'lishi mumkin, yoki oddiy bir ikki qator so'z bo'lishi mumkin.
u savolni qidirib kimlar bilandir uchrashgan, kimlar bilandir встречаlarni organizatsiya qilgan bo'lishi mumkin. Но oddiy, umuman o'qimagan, bilmagan insondan shu savoliga javob eshitishi mumkin. Aslida o'shaning uchun bu narsani sizlar qadrlaylar. Ya'ni nichto не вечно deydi-yu, eshitganmisizlar shunaqa frazani? Hech nima abadiy emas. То есть bu darsliklar ham masalan abadiy emas. Qachondir bu darsliklarning oxiri bor. Qachondir biz ham xuddi shunaqani bir joyga bir vaqtda yig'ilishdan to'xtaymiz. Bas yig'ilamiz, ahli foydalanish kerak, darsliklarni olish kerak. И то bundan tashqari mana shu yerda 10-11 ta odam kuzatib turgan bo'lsa, masalan deylik, savolinglar yoki bilmayotgan bir narsalar bo'lsa, shu o'rtaga tashlansa, shu narsalar muhokama qilib bir yechim qidiriladi. Bu zo'r narsa, foydalaninglar shu uchun. 9 dan 10 daqiqa o'tdi, sekin darsliklarimizni boshlaymiz o'rtoqlar. Shu qog'ozlarimni olib sizlarga o'tadigan darsliklar hammasini man o'zim yozib chiqqanman ancha oldin, 1-2 yil oldin. Shulardan o'tab beraman sizlarga dars har doim. Mana ko'rasizlar. Bunaqa qog'ozlar ko'p. Mana bu bir 10 dan biri bo'lsa kerak menimcha. Assalomu alaykum, Zahiriddin, yaxshimisiz? Dars Va alaykum boshlashingizdan oldin Yaxshi. edim. O'tgan darsda ham yetaman dedim, endi gapirishdi, boshqa qilishdan haqqim yo'q qolqali dedim. Labesh. Sizga rahmat, vaqtingizni ajratib, shunchalik bizga dars o'tyapsiz. Ko'p narsa o'rgandim-da, masalan, men o'zim ham. Men asosiy qism boshlanmasdan oldin ham общий narsalar haqida dars o'tdingiz-ku, masalan, fokusni bitta joyga qaratish, har kuni 1% dan ochko'zlik qilmasdan 1% rezultatga ishlash. Mana shunaqa hayotimda boshqa tomonlardan ham ko'p foydalar bo'ldi-da. Mana bir varo kitob o'qish, masalan. Shu bahonada shu ancha vaqt bo'lib shekilli, men arab tilini boshlagan edim. Уже men bunaqa bo'lib ancha naqalarim oshib qoldi-da. Kam ko'ringani bilan pichoq qilinadigan natijalar bo'lib qoldi-da. Tradingda bo'lmasa ham deb aytib qo'yish, shuni rahmat sizga deb. Mikrofonni yoqdim. Lekin hali tradingda yo'q. Silif qilur, charchagan odamman. Shunaqa, endi hayot baribir tradingdan yoki puldan iborat emas. Uni именно insonni o'zini ustida ishlash uchun masalan juda ham ko'p narsalar, resurslar bor-da. Misol deylik, bittasi sport bo'lsa, bittasi til o'rganish bo'lsa, siz shu til o'rganish yo'nalishi bo'yicha deylik, o'zingiz xohlagan natijalarga sekin astalik bilan qarab ketyapsiz. Shunaqa bo'lyapti. Sekin harfdan boshlanib, уже Qur'onga tushib ketdim-da, mana shu 1 yilga yaqin bo'ldimi, 1 yil bo'lib qoldimi deyman. Bir o'rtada tashab qo'ydim, mana shuni hafsala qilib bir varo har kuni bir varodan bir betdan boshladim. Уже ancha katta bo'lib qopti-da, hozir qarasam. Mashallah. O'sha sekin bu narsa sizni привлекать qilishi, qiziqtirishi boshlayapti. То есть shunaqa уже o'rganishi bo'lib qoldi. Уже masalan shu kunli vazifalarim qilmasam, nima bo'lasiz-ku, o'zingiz vijdoningiz oldida ham nima bo'lib qolar ekan-da odam. Zo'r, juda ham ko'p yaxshi narsalarni o'rgandik. Masalan, o'zim kasbim yurist, notarius sohasidaman. Mana shu imtihonlarga tayyorlanishda ham baribir yaxshi manfaatli bo'ldi-da o'rgatganlaringiz. Mana shuni masalan men eshitmagan ekanman-da. Endi biz ham kitob o'qiganmiz, boshqa qilganmiz va bunaqa yangicha fokusni mana bunga bitta narsaga qaratsangiz mukammalroq, yaxshiroq, effektivniroq bo'ladi. Endi vроде bilganmiz. Eshitish baribir yaxshiroq bo'ldi-da. Tushunishimganmi yo aytganingizdek nimanidir o'rgansangiz osonroq yetib keldimikin deyman. Shunaqa zo'r. Endi bu o'tayotgan darsliklarimizni nafaqat bu trading yoki insonni moliyaviy erkinlikka olib chiqish uchun xizmat qiladigan darsliklar, balki bu o'tilingan hamma mavzu umuman вообще абсолютно tushadi. Bu sport deysizmi, o'sha aytganingizdek til o'rganishmi, yoki oila mavzusimi, yoki meditsinami, yoki kosmonavtmi, farqi yo'q. Любой narsaga insonni shunaqa endi
bu darsliklarni, bu mavzularni nima uchun tanlab olingan? Man o'zim birinchi очередda bularni hammasini kitobini o'qib chiqqanmanda, shu o'tilingan Hmm. mavzu. И Aytuvdingiz bitta darsimiz bitta kitob deb. da, bitta kitob, xuddi shunaqa. Bularni kitobini o'qib chiqib, o'shalarni ichidan eng kerakli joylarini olib, yozib, shu yozilingan narsalarni qisqa qilib, oson hammaga tushunarli bo'ladigan darajada shu kompyuterga yozib yasab chiqqanmiz. Bu narsaga adashmasam bir 2 yil, 3 yil vaqtimiz ketgan. Shu arzimagan o'zi 11 ta darslik, o'sha siz start darsliklari haqida gapiryapsiz. Shunaqa. Insonni hayotiga har kuni kerak bo'ladigan mavzuli insonni hayotiga har kuni kerak bo'ladi. Masalan, deylik, misol deylik, o'shani atomniy привычки deylik, kayzen strategiyasi tushunasizmi? Bu narsalarni mana dunyodagi lider davlatlar qo'llaydi. Mana hamma shu strategiyalarni lider davlatlar degani bu o'sha davlatda yashaydigan insonlar, u davlatlar lider bo'lishiga nima sabab, kim sabab? Insonlar sabab. Shu davlatlar tepasida baribir boshqaruvchilar kim? Insonlar o'tiradi. Shu insonlarni deylik o'sha xarakteriga, qon-qoniga singib ketgan bu narsalarni. Atomniy привычка, o'sha kayzen, fokus и так далее, shunga o'xshagan narsalar. Shu sababdan ular yashayotgan mamlakatlar, davlatlar eng yuqori pog'onalarda pul taraflama ham, bilim taraflama ham, texnologiya taraflama ham, hamma taraflama. Nimaga degan savol o'rtaga qo'yiladigan bo'lsa, sababi oddiy, mana shu narsalar. Bu narsalarni biz har kuni o'z hayotimizda uchratamiz. Har kuni kerak bo'ladigan narsalar, ishimizda, har bir narsada. O'shaning uchun sizlar bu narsalarni qo'llasanglar, nafaqat trading, umuman hayotda o'z muvaffaqiyatga erishasizlar. U yerda bitta ikigai degan mavzu bor, adashmasam 3-mavzu. Shu ikigai bo'yicha siz yaxshilab o'qib chiqing. Mana tradingni juda ham ko'p minus qildim, salif bo'ldim dos demak, trading sizniki emas, tushunasizmi? Agar inson bir kasbni o'zi xohlab, o'zi yoqtirib qiladigan bo'lsa, shu kasbda baribir muvaffaqiyatga erishadi. Chunki siz o'zingiz yoqtirgan ishda masalan natija qilasizda, ho'jisini, to'g'rimi? Shunday. O'shaning uchun shu uchun trading menimcha sizni kasbingiz emas. Shu uchun shu ikigai degan darsligimiz bor. O'sha yerda yozilingan deylik, o'sha mavzularni bitta o'qib chiqing. O'zi nimaga qiziqasiz, nimani yoqtirasiz, shu nimani yoqtirsangiz, shu yoqtirgan narsangizni aniqlab, shu bo'yicha siz agarda ketadigan bo'lsangiz, trend ishlab topadigan puldan namnoga ko'p pul ishlab topasiz. Shu kasbda faqat yoqtirgan kasbingiz bo'lishi kerak narsa. Endi tradingda ham yomon bo'lmagan. Sizlarni aka Cityda hozir ham o'sha yerdami ofisingiz bilmayman, o'sha yerda ofisingizga borardim. Anaqaga signal kanalinglar bo'lardi-yu. Anaqada Moskvaga o'sha signal kanal bo'yicha ishlardim-da. Hamcha shu signalga endi bu yoqda davlat ishida bo'lganman. Unaqa analiz qilib o'tirishga vaqtim bo'lmaganda, signal kanal bilan menimcha dangasi ham bo'lib qolganmanmi? Udobniy edi o'sha menga, o'sha bilan ishlardim. Zo'r bo'lardi, maza bo'lardi o'sha paytlar. Undan keyin boshqa ancha paytdan beri sizni ham ko'rganman, o'sha yerda ham o'tirardingiz. Davron degan bolalar bo'lardi. Aziz, Davronlar menga anaqalar ochib berardi-da, shotlarmi, nimalar. Shunaqa. O'sha vaqtda ham XMdan shot ochib berishardi-yu. 4 yil oldingi voqealarni aytasiz. Signal kanal bilan zo'r bo'lardi. Undan keyin shu signal kanaliga ulandim, men signal kanaliga ulandim. Anaqa bo'lmadim-da, nima deydi? Endi bilmayman, mos tushmadimi menga. Signal kanaliga men analiz qilib tashladim o'sha payt. Endi unaqa u paytlar bilaman. U proyekt bo'yicha ishlaganimizda endi bunaqa videolarga chiqib, gapirib, darsda berib yurmas edim, lekin faqat analiz qilardim. Chunki meni o'zimga to'g'risini esa analiz qilish yoqadi. Bu analiz qilish degan mavzu, это моё deydi-yu. Meniki, chunki o'zim yaxshi ko'rib, o'zim xohlab, mehr berib qilaman. To есть mana siz o'zingiz og'zingiz bilan aytib turibsiz, yaxshi bo'lardi, rezultat qilganman shu signallardan deyapsiz, to'g'rimi? Har oy 2-3 ming dollar yo'q deganda topardik-da. Nimaga u signallar sifatli chiqqan, sifatli bo'lgan? Chunki men o'zim
yaxshi ko'rardim o'sha analiz qilishni. Yaxshi ko'rgan ishim bilan shug'ullanganman o'sha payt. Shu sababdan judayam ko'p insonlar rezultat qilgan u payt. Mani bitta tanishim to'g'rirog'i ukam bo'lardi, shu anaqada tanishib qolganmiz. U bilan ham klient bo'lib kelgan bizaga. Bir haftada 26 mingmi, 30 ming dollar pul ishlagan o'sha tashlab bergan analizlarimdan. Endi man Oho. sabab mani deb emas, o'sha tashlagan analizli sabab bir haftada shunaqa pul ishlab, o'sha paytda Nexia 2tami mana shunaqa Nexia 3 olib kimgadir podarka qilgan edi. То есть bunaqa narsalar juda ham ko'p bo'lgan o'sha payt. Ana siz ham 2-3 ming haftasiga pul ishlardim deyapsiz. Sizga o'xshagan insonlar rosa ko'p edi, chunki u signal Ko'p edi, ha. mingta odam ishlardi. Oxiri shu bitta zarar bo'lganda ham endi hamma narsa baribir ideal bo'lavermaydi har doim. Bitta minus bo'lganda odamlar 100 mingdan 150 minggacha pul yo'qotardi. Shu narsa juda ham og'irlik qilib, oxiri chiqib ketgan edim shu narsadan, analizdan. Lekin zo'r bo'lgan, Toretos. Ha, zo'r bo'lgan. Endi hozir o'shanga uni kuzatib o'tiribman-da. Hozir ishlamayapsiz kanallar bilan. Endi bir yolg'on bo'lmasin, bir 5-6 ta anaqani birga qo'shilib ko'rdim kanalga. 3 oydan u yog'iga foyda tugul, 3 oydan u yog'iga masalan anaqa qila olmayman-da, yetib bora olmayman-da. Anaqani foydadan ko'ra zarar ko'proq bo'lib qolyapti. Shunaqa bo'ladi. Topolmayapmanmi yo bilmayman ish qilib. O'zi signal kanallarni hammasiga ham ishonirish kerak emas. Ular yuborayotgan rezultatligi, ular ko'rsatayotgan foydaligi ko'pi lahat. Bu narsaga ozgina jiddiyroq mas'uliyat bilan yondashadigan odam kam. Endi juda ko'pchilik birinchi maqsadga, prioritetga shu pul ishlash, kanalini sotish qo'yib qo'ygan. O'zi xohlab, o'zi yaxshi ko'rib qiladigan insonlar kam hozirgi kunda analizda. To'g'ri. Endi prioritetda pul turadi-yu. Endi pul eng katta motivatsiya-yu, chem gapga qaraganda, endi bu narsa o'sha 2-3 darajali bo'lsa, qachonki inson o'zi qilayotgan ishni yaxshi ko'rsa, ana o'shandagina o'zi ham rezultatga chiqadi va unga ergashgan insonlar ham rezultatga erishadi. Xudo xohlasa, bu signal mavzusida biz to'xtab qolmaganmiz. То есть umuman unutmaganmiz demoqchiman. Niyatingiz bormi? Ha, niyatimiz bor. Sal boshqacharoq, jiddiyroq man bo'laman-da. Xudo xohlasa, bir jiddiyroq yo'nalishda, jiddiyroq analizda bir professionalni bir qilamiz, xudo xohlasa. Hammaga dostupniy qiladigan qilib. Eng yaxshi bo'lardi. Endi men bir davlat ishida ishlaydigan, mana har kuni analiz qilib, kompyuter tepasida o'tira olmaydigan, biz ham endi kuni bilan ishdamiz-da, ertalabdan kechgacha. 9-10 dan 5-6 gacha ishdamiz. Kuni bilan qarab o'tira olmaymiz. Endi ancha tushunib qolganman baribir. Baribir endi anaqada signal udobniymi menga deb qo'yaman. Shunaqa, endi kimlargadir analiz qilish udobniy, kimlargadir signal udobniy. Lekin xursand bo'ldim. Haftasiga 2-3 ming ishlaganman deyapsiz. Yaxshi, shunaqa bo'lgan o'shanda. Zo'r bo'lgan ekan. Yana ozgina vaqt emas, ancha vaqtda. Ancha vaqt. Shunaqa. Bir qaytamiz bu mavzuga. Yaxshi narsani aytdingiz, bir motivatsiya berdingiz. Zo'r bo'ladi o'shanga. Bizga rosa foydali bo'lyapti. Mikrofon yoqmay jim o'tirganimizga naqamanda rosa foydali bo'lyapti. Bo'ldi, mana darsimizda rahmat kattakon, sog' bo'ling. 20 minut o'tib ketdi, gaplarimiz ozgina cho'zilib ketdi. Do'stlar, darsimizni boshlaymiz. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz sizlar bilan piramida modelini oldingi safar sizlar bilan top, ya'ni bozori tepa qismida keladigan patternini, ya'ni signalini o'tgan edik. Bugun sizlar bilan xuddi shuni bozori past qismida keladigan modelini o'tamiz. Ya'ni agarda biz bilamiz bozorni tepa qismida kelsa, bu ayiq trendi boshlanayotgani haqida bizga signal beradi. Agarda bozori naborot past qismida keladigan bo'lsa, bu trendi boshlanayotgani haqida bizani ogohlantiradi. Shu sababdan
sizlar bilan o'tgan darsimizda piramid top darsimizda piramid bottom o'tamiz do'stlar. Hozir ekran translyatsiyani yoqadigan bo'lsak. O'rtoqlar, grafik ko'rinyaptimi? Agarda ko'rinayotgansa, bir raqamini yozib yuborsanglar. Ovozim yaxshi eshitilyapti. Demak, boshladik. Biza bugungi mavzuyimiz sizlar bilan o'tadigan bu piramid bottom. Piramid bottom biz qanday ajratib olamiz? Birinchisi bu 3 ta pastlikdan iborat bo'ladi. Ikkinchisi bozorni pastki qismida keladi. Uchinchisi uzoq vaqt davomida shakllanadi. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, piramid bottom. Bu 3 ta asosiy belgisi bor. Biza tushunishimiz va anglashimiz kerak bo'lgan. Birinchisi 3 ta pastlikda. Piramid topda 3 ta tepalik bo'ladigan, xuddi shu tepalikka aks qismi. Tushundinglar? Mana 3 ta pastlikdan iborat bo'ladi. Bozorni pastki qismida keladi, uzoq vaqt davomida shakllanadi. Masalan, deylik, bu qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Misol uchun, bizda bilamiz, o'suvchi bozor bor va tushuvchi bozor bor va bu tushuvchi bozor davomida mobaynida shakllanadi. Misol uchun mana bu birinchi bizani pastligimiz, pastki qismimiz. Bu deylik ikkinchi pastki qism bo'ladigan bo'lsa, mana bu uchinchi pastki qism. Va agarda shu holatga biz ko'zimiz tushadigan bo'lsa, bizni bilishimiz kerak, что bozor уже qayrilib o'z yo'nalishini buqa bozoriga o'zgartirdi. Ya'ni ayiq bozoridan buqa bozoriga o'zgardi o'rtoqlar. Va bu period bilinglar uzoq vaqt davom etadi, ya'ni uzoq vaqt oladi. 10 minut, 15 minut, yarim soatli agarda time framelarda sizlar bunaqa holatga ko'zinglar tushadigan bo'lsa, bu ozgina ложный bo'lishi mumkin, ya'ni aldamchi bo'lishi mumkin. Shu sababdan 4 soatlik kunlik time framelarda ko'rganinglar yaxshi. Va bu razvorot modelimizni uzoq muddatda savdo qilishga juda ham yaxshi. Mana bu bizani birinchi pastlik qismimiz. Bu bizani ikkinchi pastki qismimiz. Bu esa uchinchi pastki qismimiz. Ko'rib turganingizdek, bu bizga nimani eslatyapti? Piramidani ustki qismi bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu ustki qismini pastga qaragan qismi o'rtoqlar. Adashib ketmanglar. Agarda hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa, o'sha bu narsani misollarda ko'ramiz. Hammaga tushunarli bo'ldimi? Biz nazar tashlaydigan bo'lsak, mana do'stlar, mana 4 soatli time frame'da shunday ochishim bilan mana shu yerda явный turibdi o'zi misol. Misol uchun mana bu bizani birinchi pastki qismimiz. Bu esa ikkinchi pastki qismimiz. Va bu mana uchinchi pastki qismimiz. O'rtoqlar, mana ko'ryapsizlar. Ko'rib turganingizdek, xuddi shunaqa holat o'sha bozorda namoyish bo'lgandan keyin do'stlar, mana qanaqa tepaga bozor o'sgan. Ko'ryapsizlar, mana birinchi, ikkinchi, uchinchi qismi. Bu narsalarni o'sha sizlar qanchalik ko'p grafik bilan ishlasanglar, qanchalik
ko'p grafik kuzatishni boshlasangiz, o'sha ko'zingiz o'rganib ketadi sizlarni ham. Hozir misol deylik, man qanaqa bu narsalarni yaxshi ajratayotgan bo'lsam, sizlar ham xuddi shunaqa ajratishni boshlaysizlar. Sразу o'sha ko'rishni boshlaysizlar. Do'stlar, masalan, deylik, mana bu yerda ham bizni ko'rib guvoh bo'lishimiz mumkin. Birinchi pastlik qismimizni, ikkinchi pastki qismimizni va mana bu uchinchi pastki qismimizni va shu holat shakllangandan keyin mana bozorni ko'ryapsizlar qanaqa o'sib bergan. Va mana bu yerda ham piramid top modeli shakllangan. Ko'ryapsizlar, piramid top modeli shakllangan. Bu bottom bo'ladigan bo'lsa, pastki qismi bo'ladigan bo'lsa, bu ustki qismi mana. Oldingi mavzuda o'tib berdim shu mavzuni. Mana ko'ryapsizlar, birinchi tepalik qism, ikkinchi tepalik qism va uchinchi tepalik qism pastga ketdi bozor. Mana bozorni pastki nuqtasida kelyapti. Piramid bottom, birinchi pastki qism, ikkinchi va uchinchi pastki qism bozor tepaga ketyapti. Yana bizni hozir grafikdan qidiradigan bo'lsak, mana o'rtoqlar. Buni ideal ko'rinishi bu mana Head and Shoulders'ni ham, ya'ni bosh va yelkani ham pastki qismi bor. Hozir shu mavzudan keyin uni ham o'tib beraman. Bu bosh va yelka qismiga ham tortib ketadi o'rtoqlar. Bu modelimiz va piramid bottomga ham tortib ketadi o'rtoqlar. Ikkalasiga ham tushadi. Piramid bottom ideal ko'rinishi mana bunaqa holatda bo'ladi o'rtoqlar. Bu ideal ko'rinish. Ya'ni pastki qismlarni agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, pastki qismlar ana bitta nuqtada yopilgan. Pastki qismlar. Hozir buni ham sizlarga misolida ko'rsatib o'tib beraman. Mana bu modelni ham sizlarga agar bugun vaqtimiz yetsa o'tib beraman. Agar yetmaydigan bo'lsa, bugun vaqtimizni keyingi mavzularda o'tib beraman. Shu model bo'yicha ham ishlaymiz. Bu ham juda ham zo'r, juda ham kuchli signal hisoblanadi. One Moon degan model bu. One Moon. Ko'rasizlar, yarim oyga o'xshaydi. Mana vahshiy zo'r ishlaydigan klassik modellardan bittasi. Mana bu bosh va yelkani pastki qismi. Mana bosh va yelkani pastki qismi mana bu. Birinchi yelka, bu bosh, mana bu esa ikkinchi yelka. Esingizda tursin bu modellar, hozir o'tib beraman sizlarga. Binani pastki ideal ko'rinishini ko'rib chiqamiz. Mana bu piramidani ustki qismi, tepa qismi ideal ko'rinishi mana o'rtoqlar. Esingizda tursin mana. Hozir o'tib berdim sizlarga. Tepaliklar bitta zonada, bitta liniyada yopilgan bo'lishi kerak dedim, esingizda bo'lsa. Bu ustki qismida ham, pastki qismida ham ishlaydi. Bu ustki qismining ideal ko'rinishi. Ko'ryapsizlar, mana tepaliklar bitta zonada yopilgan. Bitta joyda. Va bozorni ko'ryapsizlar qanaqa pastga tushib ketgan. Mana birinchi tepalik, ikkinchi va uchinchi tepalik o'rtoqlar. Mana o'rtoqlar, mana bu yerda turibdi mana.
Bu yerda ustki qismi ham, pastki qismi ham shakllangan. Mana ideal ko'rinishi. Daily time frame'da. Ko'ryapsizlar. Birinchi pastlik, pastki qism, ikkinchi pastki qism, uchinchi pastki qism va tepaga yuryapti. Mana shu joydan 1.34, 1.37, 30 punkt yuryapti tepaga. 30 punkt. Ну, ishlayapti. Mana bu joyda ham mana ko'ryapsizlar. Bu ham ishlagan. Mana bu joydan deylik, mana birinchi pastki qism. Mana bu ikkinchi pastki qism. Bu uchinchi pastki qism. Ko'ryapsizlar, bu ham ishlagan mana. Mana do'stlar, birinchi qism, ikkinchi pastki qism, mana bunisi esa uchinchi pastki qism. Mana bu model ishlagan, mana o'zini kuchini ko'rsatgan. 1, 2, 3 va tepaga. Shu joydan 1.40 bo'ladigan bo'lsa 1.44. 40 ta punkt tepaga yurib bergan. Mana shu model shakllangandan keyin. Va bu narsani yaxshilab ajratib, yaxshilab tushunib olish uchun ko'proq grafik tomosha qilishinglar kerak. То есть ko'proq vaqtinglarni grafikda o'tkazishinglar kerak, kuzatishinglar kerak, istoriyani kuzatishinglar kerak, ko'zinglarni o'rgatishinglar kerak o'rtoqlar. Keyingina bu narsalar sekin-sekin o'sha bundan ko'rganinglarda vidno bo'ladi. Ajratib ola olasizlar bemalol. Mana misol deylik, mana qanaqa ajratyapman hozir. Mana birinchi tepalik, ikkinchi tepalik va mana bu uchinchi tepalik. Bu daily time frame'da. Va shu holat bo'lgandan keyin ko'ryapsizlar bozor qanaqa pastga qulab tushyapti. Mana bu yerda ham shakllangan mana. Bu ideal ko'rinish emas, lekin birinchi tepalik, ikkinchi tepalik, mana bu esa uchinchi tepalik. Yana dalshi ketdi bozor. Ko'ryapsizlar? Qanaqa o'rtoqlar. Mana bu joyda o'sha lojniy bo'lgan. Lojni ham deyilmaydi. Yurib bergan, biz xohlaganchalik yurib bermagan. Mana birinchi tepali, ikkinchi tepali, mana bu yerda uchinchi tepali. Da yurib bergan navbatda ham. 1.35 bo'lgan, 1.31, 40 ta punkt yurib bergan shu yerda ham. Mana bu yerda masalan mana pastki qism, mana birinchi pastki qism, ikkinchi pastki qism va uchinchi pastki qism tepaga ketdi. Ko'ryapsizlar, все просто и легко deydi-yu. Hammasi biz o'ylaganimizdan ancha oson. Shu narsani inobatga olinglar, qiyinlashtirmanglar. Hammasi juda oson. Faqat sizlar risklarni to'g'rilab bozorga kirsanglar bo'ldi. Mana tepaga ketdi. Ko'ryapsizlar, вообще oson o'zi bozorda savdo qilish emas, analiz qilish to'g'rirog'i. Analizdan oson narsa yo'q. Birinchi tepalik, ikkinchi tepalik, mana bu uchinchi tepalik. Просто qoyillatib savdo qiladigan insonlar juda kam oramizda. Shuni hisobidan juda ko'p inson faqat zararda yuradi bu sohada. Birinchi tepalik, ikkinchi tepalik, uchinchi tepalik pastga ketdi. Ko'ryapsizlar? Qanchalik osonligini mana misol deylik, mana birinchi pastlik, pastki qism. Bu ikkinchi pastki qism. Bu uchinchi pastki qism. Ketdi mana tepaga. Ko'ryapsizlar, bozori почти hamma narsa bir xil ishlaydi bu yerda. Do'stlar, agarda hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi mavzuga o'tsak bo'ladimi? Bu faqat bayga yetadimi? Bayga ham, selga ham ishlaydi. Masalan,
bozori tepa qismida kelsa, shu uchta tepalik bu selga ketadi degani. Agarda bozori pastki qismida keladigan bo'lsa, bu tepalik, naоборот, o'sha pastki qism, tepalik pastki qismi, bozor pastki tarafida keladigan bo'lsa, bu tepaga ketadi degani. Mana qaranglar. Mana bu представляться qilinglar, tog', uchta tog', uchta piramida. Birinchi tepalik, ikkinchi tepalik, bu uchinchi tepalik. Tushundinglar? Xuddi shuni bozori pastki nuqtasida keladigan tog' ham bor. Piramida ko'rinishlari bor. Bozori pastki nuqtasida keladi. Bu ham misol deylik piramida, xuddi piramidani ko'rinishi faqat teskariga qaragan. Mana bu birinchi qism. Mana bu. Bunisi ikkinchi qism. Bunisi uchinchi qismi, uchinchi tepalik ya'ni. Bu narsa har xil ko'rinishda kelishi mumkin. Masalan, mana bunaqa kelishi mumkin. Tushunasizlar? Mana bu yerda ham na samom deylik 3 ta tepalik bor. Mana faqat bitta tepalik bir-biridan farq qiladi. Har bir tepalik. Masalan, birinchi tepalik ikkinchi tepalikka qaraganda balandroq, ikkinchi tepalik o'sha uchinchi tepalikka qaraganda balandroq. Tushunasizlar? Takje pastida ham xuddi shunaqa kelishi mumkin. Misol uchun mana bunaqa kelishi mumkin. Tushundinglar? Mana bu yerda ham o'zi mana piramidani mana 3 ta tepaligiga aks etgan. Mana. Bu bozordan ham, grafikdan ham qaraydigan bo'lsanglar, bemalol farqlay olasizlar o'rtoqlar. Hozir sizlarga qanaqa ko'rsatib bergan bo'lsam, xuddi shunaqa. Hammaga tushunarlimi? Keyingi mavzuga o'tsam bo'ladimi? Do'stlar, yozib olinglar, keyingi mavzuga o'tsam bo'ladimi? Alo, onlaynmisizlar o'rtoqlar? Keyingi mavzuyimiz bosh va yelkani bozorni pastki nuqtada kelishi, pastki nuqtasida ko'rinishi. Hozir sizlar bilan qaysi parani ochsak bo'ladi? GBP USD ni ko'rsatib beraman. Funt va dollar. Bosh va yelka. Oldingi mavzuda biz sizlar bilan bozorni tepa qismida bosh va yelka kelishini ko'rdik. Bu bozorni tepa qismida kelishi. Misol uchun deylik, mana birinchi nuqtamiz yelkada oladigan bo'lsak, ikkinchi nuqtani biz boshda oladigan bo'lsak, uchinchi nuqtani biz yelka deb olamiz, ikkinchi yelka deb olamiz. Ya'ni inson ko'rinishiga o'xshaydi. Ya'ni misol deylik, bizda ham bitta bosh, ikkita yelkamiz bor va boshimiz, bilasizlar, yelkamizdan balandroq tepada turadi. Bu ham nima uchun bosh va yelka modelida olingan? Xuddi shu inson ko'rinishiga ega bo'lgani uchun. Mana birinchi yelka, chap yelka, bu o'ng yelka o'rtoqlar. Xuddi shuni bozorni pastki nuqtada keladigan signali ham bor. Xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi, faqat bozorni pastki qismida keladi. Mana o'rtoqlar, bu ham mana bizda birinchi yelka, bu esa bosh, bu esa ikkinchi yelka o'rtoqlar. Ko'rib turibsizlar? Bozorni bu tepa qismida kelsa, bu esa bozorni pastki qismida keladi o'rtoqlar. Mana ko'rib turganingizdek. Agarda hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa, misollarga o'tsam bo'ladimi?
Oldingi grafikda sizlarga ko'rsatib o'tdim, esinglarda bo'lsa, bozorni pastga kelgan misolni. Hozir GBP USDni ko'rib o'tamiz. Bu kuchli signal hisoblanadi. Umuman bosh va yelka mana bozorni ustki qismida kelgan modelni mana shu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, bitada o'sha ko'rinyapti o'rtoqlar. Mana birinchi yelka, bosh, mana bu ikkinchi yelka va ketdi bozor pastga qulab berdi. Mana hozir grafikda chizdim, mana ko'rib turibsizlar. Bu mana bizada birinchi yelka. Mana bizada birinchi yelka svichelarga qaraydigan bo'lsak, bu. Bu esa bizada bosh. Mana bu grafikda biz qaraydigan bo'lsak, mana bosh qismi. Agarda svichelarga biz nazar tashlaydigan bo'lsak, mana ikkinchi yelka va bozorni ko'ryapsizlar, qanaqa holatda pastga ketyapti o'rtoqlar. Shu yerda bozorni pastki qismida kelgan golova и плечо modeli ham bor. Mana o'rtoqlar, mana bozor razворот qilishidan oldin bosh va yelka piramidani pastki va ustki qismlarini yasaydi, shakllantiradi va mana bunaqa patternlar hosil qiladi. Sizlar bilan buni o'tganmiz. Mana bu Twin Tower mana o'rtoqlar. Bu поглощение ham deyiladi. Misol deylik, mana o'zidan oldingi svichani polностью qoplagan va tepaga ketyapti. Juda ham ko'p signallar. Mana bu Hammer, esinglarda bo'lsa, bolta. Van Hammer. Mana ko'ryapsizlar, bu modellar shakllanyapti, yana dalish tepaga ketyapti. Juda ham ko'p signal beryapti. То есть bozor razворот qilishidan oldin o'rtoqlar. Shu narsalarga agarda biz e'tibor berib ishlaydigan bo'lsak, biz juda ham ozlay olamiz. Mana bu yerda ham misol uchun mana sizlar bilan o'tganmiz bu modelni ham. Mana ko'ryapsizlar. Bu ham bozor pastki qismida kelsa agar bozor razворот qilayotganini anglatadi. Mana bu masalan hammasini sizlar bilan o'tib ketganmiz o'rtoqlar. Mana bu masalan mana 3 ta mana shu joyda 3 ta 4 ta bozorni tepaga razворот qilayotganini ogohlantiradigan 4 ta signal topib berdim, ko'rsatib berdim sizlarga. Ko'ryapsizlar? Twin Tower kelyapti, Hammer kelyapti, Van Hammer kelyapti. Mana bu yerda One Cloud, endi One Cloud ololmaymiz buni. Olsak ham bo'ladi. Ko'ryapsizlar, nechta mana bozor tepaga ketyapti. Hozir sizlarga golova и плечоni bozorni pastki nuqtasi modelini ko'rsatib beraman. Qaranglar. Bizda birinchi yelka, bosh, ikkinchi yelka va ketdi tepaga. Mana hozir sizlarga xuddi shu grafikda, xuddi shu kartinkani chizib berdim. Mana agarda biz kartinkaga nazar tashlaydigan bo'lsak, mana bizda birinchi yelka shakllandi. Bu daily time frame da o'rtoqlar. Svichelarga qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda bizda birinchi yelka. Grafikka qaraydigan bo'lsak, bu yerda bizda bosh qism. Svichelarga qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda bizda bosh qism. Va yana grafikka qaraydigan bo'lsak, bu yerda bizda ikkinchi yelka va svichelarga qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda bizda ikkinchi yelka ketdi. Ko'ryapsizlar? Yana misollarga o'tamiz. Mana ko'rdinglar? Birinchi yelka grafikda svichelarga nazar tashlaydigan bo'lsak, mana birinchi yelka bizada bosh qism. Svichelarga qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda bizada bosh qism.
Mana va bizada ikkinchi yelka svetchalarga qaraydigan bo'lsak, bu yerda bizada ikkinchi yelka mana ketdi tepaga. Bozor razvorot qilishidan oldin bir 80% holatda именно mana shu piramidani tepa va pastki qismlarini va bosh va yelka modelini pastki va tepa qismlarini aks ettiradi. 80% holatda razvorot qilishidan oldin. Katta time frame'da qaranglar buni. Do'stlar. Do'stlar, hammaga tushunarli bo'ldimi bugungi o'tirilgan mavzu? Yozib yuboringlar agarda tushunarli bo'lgan bo'lsa. Bularni agarda sizlar ham ajratishni xohlasanglar, bittada ko'rganda anglab olishni va ko'rishni agarda xohlasanglar, endi xohlashinglar tabiiy ko'proq grafik bilan ishlanglar. O'shandagina shuni ko'rganinglarda o'sha vidno bo'ladi hamma narsa. Aniq va ravshan bo'ladi. O'rtoqlar, darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darsliklarimizda qolgan mavzularni o'tamiz. Inshaalloh davom ettiramiz. Kimda bugungi mavzu bo'yicha qanday savollar bor? O'rtoqlar, kimda qanaqa savollar bor? Mikrofon yoqib. Bahodir aka, rezultatlar qalay ketyapti? Analizlar qalay ketyapti? Oldingi dars rezultatlaringiz haqida gaplashuvdik. Hozir siz kirishingizdan oldin shu yerda ko'rib turgan obunachilarga siz haqingizda gapirib, rezultatlaringizni maqtanyotgandim. Yaxshi ketyaptimi Bahodir aka natijalar? Assalomu alaykum. Qudratmisiz? Charchaman. Men bor uzr rolda edim, o'shanga aktiv bo'lolmadim darsda. Yo'q, chiqsa yo'q. Natijalar xudo xolasa yaxshi. Yaxshi ketyapti. Kechagi yengilliklarda yo'qotuvlar bo'lmadimi Bahodir aka? Bo'ldi ozgina nafsi quli bo'lib, ozgina yo'qotishlar bo'ldi. Katta emasmi yo katta bo'lib qoldimi ozgina? $700 minus qilib qo'ydim. $70? 700. Ha, 700. Da o'sha kuni juda ham ko'pchilik minus. Lekin 2-3 kunda o'sha qoplab oldim yana. 2-3 kunda. Zo'r bo'pti, xursandman. Natijangiz davomli bo'lsin, Bahodir aka. Nima Xudo xolasa yaxshi. Bahodir aka shu o'tilayotgan mavzular bo'yicha? Siz aytgandek shu vazifalarni vaqtida qilib, grafikni ko'proq kuzatib, bergan patternlar, bergan figuralar hammasini kuzatib, bozor qancha ko'p kuzatsa, ko'z haqiqatdan o'rganar ekan. Bitta gapingiz esimda qolgan, kuniga $1 bo'lsa ham foyda o'sha o'zingizni shotingizdan kelib 10% foyda qilib yopsangiz, shuni asrab qolishga harakat qilinglar deganingiz shu doim miyamni aylanadi. Risk menejmentga amal qilishga harakat qilaman. Shu nafsimni quli bo'lib amal qilmagan joyimda shu minus ko'p qolyapman. Lekin amal qilsam hammasi o'xshayapti. O'shanga yangi qo'shilganlar, yangi boshlaganlar ham imkon qadar risk menejmentga amal qilsa, hammasi o'xshasa kerak menimcha. Bizda o'xshagan boshqalarda ham o'xshasa kerak. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Sizlarga bitta zo'r mavzu tayyorlab qo'yganman.
man bu hozirgi o'tayotgan mavzularimiz deyarli tugab qoldi. Bu figuralar, bu modellar yana adashmasam 2ta yoki 3ta qoldi. Harakat qilaman. Keyingi 5-6ta qoldi adashmasam. Yana 2ta darsda shu hammasini o'tib tugatib yuborish kerak. Bu darsliklarimiz o'sha tugagandan keyin man sizlarga shunaqa zo'r mavzu o'tib beraman. Endi bu mavzu может 15 ta dars oladi. Bu mavzuni o'sha o'tgan yildan keyin xato qilishinglar deyarli bir 80% ga kamayib ketadi. Mana shu nafs deyapsiz, nimaga inson nafsga berilishi, umuman bozorni, bu marketni вообще forex bozori, kripto bozori, aksiya bozori hammasi bir xil ritmda, ya'ni bir xil strategik sistemada ishlaydi. Va bu bozorlarni asl yuzi bilan sizlarni tanishtiraman. Inshaalloh o'zinglar eshitasizlar, o'rganasizlar, yozib chizib oladigan joyi bo'ladi, ularni yozib chizib olasizlar. Shu mavzularni o'zlashtirib, praktikada qo'llaganinglardan keyin shu xato qilishinglar bir 80% ga kamayadi. Именно shu nafs bo'yicha, qo'rquv bo'yicha judayam yaxshi tushunib olasizlar. Euforiyaga birinchi bu bozor insonlardan pul olish uchun u insonni emotsiyaga tiqib oladi. Emotsiyaga tiqib olish bu ko'proq berish orqali bo'ladi. Inson qachonki ko'p pul ishlab topsa, o'sha joyda inson o'sha emotsiyaga kirishni boshlaydi va berib oxirida ishlagan, yig'gan, terganinglarni barchasini olib qo'yadi. Xuddi shu ishlashni, xuddi shu sistemani sizlarga ko'rsatib beraman, xudo xohlasa. Endi u narsa nazariy bo'ladi, amaliysini ham sizlarga aytib o'rgataman. Amaliyotda ham praktikasini qilamiz va o'zinglar oxirida fikringlarni aytasizlar. Kelishdikmi? Kelishdik. Do'stlar, hammaga xayrli kech tilayman. Dam olish kunlarini yaxshi o'tkazib olinglar. Ahli oilaga, hammaga salom aytinglar o'rtoqlar. Keyingi darsda ko'rishguncha. Darslaringizga rahmat, mehnatingizdan rozi bo'ling. Amin. Sizlar ham rozi bo'linglar vaqtinglarga. Rahmat.